Kommentariyada kelgan talab va istaklarga binoan biskvit nimaga ko'tarilmayotgani, duxovkadan olgandan keyin cho'kib qolishi va nimaga qattiq chiqishi haqida va umuman olganda biskvit qilishdagi 5 ta eng katta xatolarni ko'rib chiqamiz. Birinchi xato: tuxumni yetarli ko'pirtirmaslik. Biskvit o'xshashining 80% bu tuxumga bog'liq. Uni kamida 7-10 daqiqa ko'pirtiring. Massa oqarib, hajmi 2-3 barobar oshishi shart. Ko'pirtirishda shoshilsangiz, biskvitingiz o'xshamaydi. Ikkinchi xato: unni elanmasdan solish. Elanmagan un og'ir bo'ladi. Elangan un esa yengil, ham aralashtirishga qulay bo'ladi. Uchinchi eng katta xatolardan biri esa un qo'shilgandan keyin qattiq aralashtirish. Un solingandan keyin mikserni unuting. Xohlagan tomoningizga har xil qilib yoki aylantirib aralashtirsangiz, ko'pirtirilgan biskvit xamiri havolari chiqib ketib, suyulib ketadi. Albatta, bu biskvit keyin ko'tarilmaydi. Unni ikkiga bo'lib, lopata bilan faqat bir tomonga qarab aralashtiring. Pastdan yuqoriga qarab, sekin harakatlar bilan. To'rtinchi xato: tayyor massani kuttirish. Xamiringiz turgan sari ko'piklari yo'qolib, cho'ka boshlaydi. Tayyor bo'ldimi, darrov uni duxovkaga pishirish uchun jo'nating. Beshinchi xato: temperaturani noto'g'ri qo'yish. Hamma duxovkasi har xil bo'lganligi uchun o'zingiz duxovkangizdan kelib chiqib, gradus tanlashingiz kerak bo'ladi. Juda baland harorat ustini kuydiradi, ichi esa xom qoladi. Yana bir eslatma: masalliqlaringiz proporsiyasi ham to'g'ri taqsimlangan bo'lishi kerak. Uni kam bo'lsa, biskvitingiz ko'tarilmasdan o'tirib qoladi. Aksincha, uni ko'p bo'lsa, qattiq bo'ladi. Yana bitta hech kim aytmaydigan layfhak: pishgandan keyin shunaqa qilib turg'izib qo'ying. Shunda o'rtasi cho'kib qolmaydi. Agar biskvitingiz doim ideal chiqishini istasangiz, shu xatolarni takrorlang. Yana qaysi retsept sirlari yoki xatolarni bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozib keting. Endi bu videoni "Mani biskvitim baribir o'xshamaydi" deb noliydigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Mani kuzatishda davom etib, like bosishni unutmang. Sweet cooking sirlari bilan.